Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu diodli mostni davomini o'tamiz. Diodli mostga filtr kondensatorlarini qo'yamiz. Kondensatorlarni qo'yamiz. Va bu bizga nima beradi? Ko'rib chiqamiz. Buni diagramma ko'rinishida va sxemada ulanishini beramiz. Buning uchun biz birinchi o'rinda sxemasini chizib olishimiz kerak. Xo'sh, mana shundan boshladik. Saqlagich chizamiz bitta. Ketdi. Keyingisi diodli most. Diodli most har doim o'ngga qarab turishi kerak strelkasi. Shunda biz adashmaymiz. volt o'zgaruvchan. Endi keldi. Bu nuqtamiz nima edi? Bitta aytib o'ringlar. To'g'ri, bu plus tarafi, bu nuqtamiz bu minus tarafi. Keldi, mana shu joyga bizda kondensator ulanadi. Endi savol, nima uchun kondensator ulanishi kerak? Xo'p. Buning uchun diagramma chizamiz. Yana qaytadan sxemani 2 ga bo'lamiz. Mana shu joydan 2 ga bo'lindi. Mana shu joydan yashil uchgan chizib qo'ydik, 2 ga bo'lindi. Sxema birinchi bo'lagida даже 3 ga bo'lindi. 3 ga bo'lindi. Bu birinchi qismi, bu ikkinchi qismi, bu uchinchi qismi. Mana shu sxemamiz hozir 3 ta bo'lakka bo'lindi, ya'ni 3 ta diagramma bo'ladi. Birinchi diagrammamiz bu birinchisi. Bu yoq V, bu yoq T. Vaqt birligida mana 220 bizda sinusoidalniy tokimiz kelishni boshladi. To'g'rimi? Sinusoidal 220 voltimiz kelyapti normal holatda. Endigi etapda ikkinchi diagrammamiz diodli mostdan o'tdi. Yana bitta diagramma chizamiz. Endi diagramma chizamiz. Unda aytganimdek faqat yarim valnani oladi. O'rtadagi valni yo'qoladi. Bu yoq volt, bu yog'imiz T vaqt ichida. Endi kondensator bizga nima ish qilib beradi? Yana o'sha diagramni chizamiz. 3-diagrammamiz bu. 3-diagrammamiz bu volt, bu yoq T vaqt ichida. Mana diodimiz o'tdi. Endi qaranglar. O'zgaruvchan tok keldi, diodli most bo'ldi, yarim valnani bizda oldi, qolgan yarimini yo'qotdi. Mana shu periodda, mana shu periodda bizda kondensatorimiz o'ziga zaryad yig'adi. Ya'ni mana kondensator bo'lsa, mana shu vaqt oralig'ida o'ziga zaryad yig'adi. Mana shu pustoy periodda bu zaryadni beradi. Mana shunaqa beradi. Ko'ryapsizmi? O'shanda bizda to'liq tok paydo bo'lishni boshlaydi. Napijeniyamiz oshadi. Tester 220 kirdi. Dioddan o'tkazganimizdan keyin po-любому bizda mana shu pasatka beradi. 180 voltgacha bo'lishi mumkin. 180 voltgacha. Chunki buni yarim kuchini olib tashyapmiz biz. 50% olib tashyapmiz. Kondensator qo'yganimizdan keyin bu qaytadan bizga 220 volt bo'lib chiqishni boshlaydi. Mana diagrammada ko'rinishi. Birinchi oddiy sinusoidal diodli mostdan keyin bizda yarim valnasini olib tashlaydi. Shu yarim valnani to'ldirish uchun biz kondensator qo'yamiz. Ya'ni jonini jonlantirish uchun. O'shaning uchun kondensatorni ham tanlashda e'tibor beringlar. 220 voltni biz 250-300 volt qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu
manbadagi kuchlanishdan kondensatorning volti kattaroq bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu periodda tezroq zaryad ketib qolmasligi uchun norma bo'lishi uchun kattaroq sig'im qo'yamiz. Mikrofaraddan kattaroq qo'yishimiz kerak. Agar kichkina farad bo'ladigan bo'lsa, yashil uchga chizdik. Mana shu yerga keldi. Zaryadni endi berish paytida mana tugab qolishi mumkin. Yarimda tugab qoladigan bo'lsa, bu yoq уже pustoy bo'ladi, ya'ni joni yana chala bo'lib qoladi. O'shaning uchun qancha sig'imi katta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik bizga shu vaqtni ushlab beradi. Xo'p, bugun 12-darsimiz diodning o'zi va kondensator birgalikda ulanib nima ish qilib beradi, diagrammada qanday ko'rinishda bo'ladi, shuni ko'rib chiqdik.